Zufarxo'ja Akramxo'jayev. Andijon shahar 31-umumta'lim maktabi 9A sinf o'quvchisi. Zufarxo'ja maktabdagi fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirishi, 3 ta tilda bemalol gaplasha olishi bilan bir qatorda dunyoning top klublaridan biri hisoblangan Londonning Chelsea futbol klubi akademiyasi a'zosi sanaladi. Hozirgi vaqtda ko'p tengdoshlarim virtual dunyoda o'z vaqtini o'tkazyapti. Lekin mening haqiqiy hayotim bu yashil maydon, futbol va muxlislarning ovozi. Virtual dunyoda siz o'zingizni qahramoningiz boshqarasiz, orqasidan yurasiz va nima desa xuddi shuni qilasiz. Haqiqiy hayotda siz kimdirni qahramoni bo'lishingiz mumkin va men shu yo'lda ketyapman. Bu albatta oson emas, lekin imkonsiz ham emas. Men futbol vaqtlarimda, futbolga qatnashayotgan paytimda har doim o'qib yuraman o'zim maktabimda. Har xil geometriya, chizmachilik, matematika va fizika va kimyolarga juda qiziqaman. Nima uchun ularga qiziqaman? Chunki futbolda baribir ham IQ juda kerak. Bugungi yutuqlarimda ham nafaqat sport trenerlarim, maktab o'qituvchilarimning ham mehnati cheksiz. Xo'p, charchagan vaqtim ko'zimni yuvaman va ko'zim oldiga katta stadion, yashil maydon, muxlislarning ovozi va gol urayotganimni his qilaman. Oilamning menga bo'lgan ishonchi yanada kuch beradi va men har doim bitta xayolimga kelgan narsa, agar hozir to'xtab qolsam, men o'zim orzularimga yetisha olmayman. Shu meni har doim menga motivatsiya berib, meni uyg'otadi. Tengdoshlarimga 3 ta maslahatim. Birinchisi bu vaqtingizni qadrlang, ayniqsa yosh paytingizda. Chunki yosh paytingizda sizda harakat, kuch va motivatsiya bo'ladi. Ikkinchi maslahatim bu intizomlik, chunki har qanday talantingiz bor bo'lsa ham intizomsiz siz hech qanaqa muvaffaqiyatga erisha olmaysiz. Uchinchi maslahatim bu mehnat. Mehnatdan hech qachon qochmang. Chunki mehnatsiz siz buyuk shaxs bo'la olmaysiz. Mana men 8 yildan beri futbolga qatnashaman va men 8 yil avval televizordan ko'rayotgan futbol formamni hozir originalni kiyib o'tiribman. Va bu mehnatning natijasi. Hop, birinchi navbatda bu ota-onam, chunki ota-onamni qo'llab-quvvatlashsiz men bunaqa darajaga yeta olmasdim. Va fazilatlarimdan esa bu birinchisi sabr va ikkinchisi bu maqsad. Maqsad sari har doim oldinga boramiz. Xo'p, ota-onamning ko'pgina menga gapirgan gaplari bu hech qachon taslim bo'lma va birovlarning gapiga ishonmagin. Otamning bitta gapi har doim yodimda qoladi. Bu esa maydonda oxirigacha kurash va har doim harakat qil. Va ayniqsa mening murabbiyim ham har doim zo'r o'ynaganimdan keyin menga aytib, "Zufarxo'ja, sen bundan yaxshirog'iga o'yna olasan va loyiqsan" deb menga yanada motivatsiya berardi. Mening ikkita katta orzuyim bor. Bu birinchi O'zbekiston terma jamoasi bilan jahon chempionatida qatnashib va jahon chempionatlarida yaxshi natijalar ko'rsatib va o'zimiz prezidentimizdan sovrinlar va o'zimizga o'xshagan yaxshi futbolistlar chiqishini xohlayman. Ikkinchi orzuyim esa bu Chelsea komandasi bilan har doimdek Premier Ligada qatnashib, o'zimning debyut o'yinimni o'tkazish. Aka, bitta gap aytsam, men ham bitta katta niyatim bor edi. Shu yaqinda bilgan bo'lsangiz, o'zimiz katta sborniy bunaqa jahon chempionati chiquvdi, bir ko'rsangiz, prezident chiqib, sovg'alar berib, ota-onasi bilan, yaqinlari bilan nishonlashuvdi. Shu ham bitta katta niyatim bor edi. Xudo o'zi shunga harakat qilib, sekin-sekin ketamiz.